Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni muhokama qilaman. Pensiya oshdimi? Gaz uchun yangi tariflar qanday bo'ldi? Endi hisob-kitoblar qanday yuritiladi va oddiy xonadon egasi nimalarga e'tibor berishi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki gaz puli, pensiya miqdori, kommunal to'lov va qarzdorlik masalasi deyarli hammaning cho'ntagiga ta'sir qiladi. Ayniqsa pensionerlar, kam ta'minlangan oilalar, ko'p gaz ishlatadigan xonadonlar va qishda isitish tizimi gazga bog'liq bo'lgan fuqarolar bu mavzuni oxirigacha eshitishi kerak. Men bugun masalani oddiy tilda, raqamlar va hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha jarima, noto'g'ri hisob va keraksiz qarzdorlikdan saqlanadi. Avvalgi yillarda ko'pchilik gaz to'loviga unchalik chuqur e'tibor bermasdi. Hisoblagich qancha ko'rsatsa shuncha yoziladi. Gaz idorasi hisob yuboradi, odamlar esa imkoniga qarab to'laydi. Ayrim xonadonlarda eski hisoblagich bor edi. Ayrimlarida umuman hisoblagich bo'lmagan. Ba'zi joylarda esa normativ asosida, ya'ni xonadonda nechta odam yashashi yoki uyda qanday gaz jihozlari borligiga qarab hisob chiqarilgan. Bunday tizimda adolatli hisob kitob doim ham bo'lmagan. Kimdir gazni kam ishlatib ham ko'proq to'lagan, kimdir ko'p ishlatib ham kamroq to'lagan. Natijada kommunal tizimda qarzdorlik, tushunmovchilik va norozilik ko'paygan. Endi vaziyat o'zgaryapti. Gaz uchun yangi tariflar, yangi hisob-kitob tartibi, ijtimoiy norma, limit, ortiqcha sarf uchun boshqacha narx kabi tushunchalar kundalik hayotimizga kirib kelyapti. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Endi faqat gaz ishlatish emas, gazni qancha ishlatish, qaysi oyda ishlatish, hisoblagich ko'rsatkichi to'g'ri olinishi va to'lov vaqtida amalga oshirilishi juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Pensiya masalasiga kelsak, pensiya oshishi odamlar uchun yaxshi xabar bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birga kommunal tariflar ham o'zgarsa, real hayotda savol tug'iladi. Oshigan pensiya qo'lga seziladimi yoki gaz, elektr, oziq-ovqat va dori-darmon xarajatlari ichida bilinmay ketadimi? Men aynan mana shu nuqtani ochib beraman. Chunki pensioner uchun 100 ming so'm ham katta pul. Lekin qishda gaz sarfi oshsa, yangi tarif bo'yicha to'lov ham ko'payishi mumkin. Shuning uchun har bir kishi o'z uyidagi sarfni oldindan hisoblab ko'rishi kerak. Birinchi navbatda yangi tarif deganda nimani tushunish kerak? Oddiy qilib aytganda, gazning har bir kub metr uchun belgilangan narx o'zgaradi. Lekin ayrim holatlarda narx bitta bo'lmasligi mumkin. Masalan, ma'lum bir miqdorgacha gaz arzonroq tarifda hisoblanadi, undan oshgan qismi esa yuqoriroq tarifda hisoblanadi. Bu tizimning maqsadi shuki, zaruriy ehtiyoj uchun gaz ishlatgan oddiy xonadon nisbatan himoya qilish, lekin haddan tashqari ko'p sarf qiladigan xonadonlar ko'proq to'lashini ta'minlash. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir xonadon oyiga 100 kub metr gaz ishlatadi. Agar ijtimoiy norma, masalan, 100 kub metrgacha bo'lsa, bu oila gazni faqat asosiy ehtiyoj uchun ishlatgan hisoblanadi. Bunday oilaning to'lovi nisbatan pastroq bo'ladi. Endi boshqa xonadonni olaylik. U oyiga 500 kub metr gaz ishlatdi. Bu yerda savol tug'iladi. Gaz faqat ovqat pishirish va oddiy isitish uchunmi yoki uy katta? Isitish tizimi kuchli, issiqlik yo'qotilishi ko'pmi? Agar tarif pog'onali bo'lsa, 100 kub metrgacha bir narx, qolgan 400 kub metr esa boshqa narxda hisoblanishi mumkin. Natijada ikkinchi oilaning to'lovi birinchi oilagidan faqat 5 barobar emas. Balki undan ham ko'proq chiqishi ehtimoli bor. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchi navbatda qish oylarida gaz pechi yoki gaz ko'toli orqali uy isitadiganlar. Ayniqsa ovli joylarda uy katta bo'lsa, deraza va eshiklardan sovuq kirsa, tom va devor yaxshi izolyatsiya qilinmagan bo'lsa, gaz sarfi keskin oshadi. Ko'p odam o'ylaydi, men gazni o'chirib yoqib yuraman, uncha ko'p chiqmasa kerak. Lekin hisoblagich aldab qo'ymaydi. Bir oy davomida har kuni ko'tyol ishlasa, ayniqsa sovuq kunlarda sarf 300, 500, hatto 700 kub metrgacha chiqishi mumkin. Ikkinchi xavotir guruhi hisoblagichi nosoz, muddati o'tgan yoki ko'rsatkichi noto'g'ri olinayotgan xonadonlar. Agar hisoblagich vaqtida tekshirilmagan bo'lsa, keyin nizo chiqishi mumkin. Masalan, fuqaro men buncha gaz ishlatmadim deydi. Gaz ta'minot tashkiloti esa hisoblagich ko'rsatkichi shunday deydi. Bunday vaziyatda hujjat, dalolatnoma va rasmiy murojaat juda muhim bo'ladi. Og'zaki gap bilan masala hal bo'lmaydi. Uchinchi guruh pensionerlar va doimiy daromadi cheklangan oilalar. Pensiya oshsa ham, xarajatlar ham bir vaqtda oshayotgan bo'lsa,
byudjetni boshqarish qiyinlashadi. Misol uchun pensioner opa yoki ota oyiga 20 million 20 ming so'm pensiya olsa, unga 1 ming yoki 1,5 ming so'm qo'shimcha qo'shilishi yaxshi. Lekin qishda gaz to'lovi avval 1 ming so'm bo'lgan bo'lsa, yangi hisob kitobda bidak 1 ming yoki 2,5 ming so'mga chiqsa, oshgan pensiyaning katta qismi kommunal to'lovga ketadi. Demak, pensiya oshdi degan gapni eshitganda faqat umumiy summaga emas, real xarajatlar bilan solishtirishga e'tibor berish kerak. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning xonadoningizda gaz faqat ovqat pishirish uchun ishlatilsa, isitish markaziy tizimda bo'lsa yoki elektr isitishdan foydalanilsa, gaz sarfi odatda past bo'ladi. Bunday xonadonlarda oyiga 20-30 kub metr atrofida gaz ketishi mumkin. Tarif oshsa ham umumiy to'lovdagi farq juda katta bo'lmasligi ehtimoli bor. Lekin baribir hisoblagich ko'rsatkichini oyma-oy yozib borish kerak. Chunki kichik sarf bo'lgan joyda ham noto'g'ri hisob chiqsa, odam bexabar qolib, keyin birdan katta qarz ko'rib hayron bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Toshkent shahridagi ko'p qavatli uyda yashovchi oila gazdan faqat ovqat pishirish uchun foydalanadi. Ular oyiga 25 kub metr gaz ishlatadi. Agar tarif o'zgarsa ham ularning to'lovi nisbatan kichik bo'ladi. Lekin viloyatdagi hovli joyda yashovchi 5 kishilik oila gaz ko'tyoli bilan 1000 kvadrat metr uyini isitadi. Sovuq oyda 482 kub metr sarf bo'lishi mumkin. Mana shu oilada yangi tarif sezilarli bo'ladi. Shuning uchun har kim o'z vaziyatini alohida baholashi kerak. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta, hisoblagichdagi ko'rsatkich qaysi sanada olingani. Agar ko'rsatkich oy boshida olinmasa, hisob 2 davrga bo'linishi mumkin. Masalan, tarif o'zgarishi oyning o'rtasida kuchga kirsa, eski tarif davridagi gaz alohida, yangi tarif davridagi gaz alohida hisoblanishi kerak. Amalda esa ayrim joylarda fuqarolar buni kuzatmaydi. Natijada barcha sarf yangi tarifga tushib qolgandek ko'rinishi mumkin. Shuning uchun tarif o'zgaradigan davrda hisoblagich ko'rsatkichini rastga olib qo'yish juda foydali. Ikkinchi nozik nuqta, qarzdorlik va joriy to'lovni aralashtirib yuborish. Ba'zan odam bu oy gazga bunchalik ko'p to'lov chiqishi mumkin emas deydi. Keyin qarasa, unda oldingi oylar bo'yicha qarz ham bor. Masalan, joriy oy sarf 7 ming so'm, eski qarz 1 ming so'm, penya yoki qayta hisoblash 20 ming so'm bo'lsa, umumiy to'lov 27 ming so'm bo'lib ko'rinadi. Fuqaro esa buni yangi tarifning natijasi deb o'ylaydi. Shuning uchun kvitansiya yoki ilovadagi ma'lumotda alohida satrlarni tekshirish kerak. Joriy sarf qancha, eski qarz qancha, qayta hisoblash bormi, penya bormi? Uchinchi nozik nuqta subsidiyalar va ijtimoiy yordam. Agar pensiya miqdori oshsa, ayrim oilalarda daromad rasmiy ravishda ko'paygan bo'lib ko'rinadi. Bu esa ayrim ijtimoiy yordam turlariga ta'sir qilishi mumkin. Men bu yerda aniq bir holatni aytaman. Agar siz kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotgan bo'lsangiz, pensiya oshganidan keyin oilaning jami daromadi qayta hisoblanishi mumkin. Bu yordam darhol bekor bo'ladi degani emas. Lekin daromad mezonlari bo'yicha tekshiruv bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun mahalla, ijtimoiy himoya organlari va tegishli platformalarda ma'lumotlarni yangilab borish kerak. 4-masala. Ro'yxatda turgan odamlar soni va amalda yashayotgan odamlar soni. Ba'zi kommunal hisob kitoblarda, ayniqsa hisoblagich bo'lmagan holatlarda xonadonda nechta odam ro'yxatda turgani muhim bo'lishi mumkin. Masalan, uyda amalda 2 kishi yashaydi, lekin ro'yxatda 5 kishi turibdi. Agar normativ hisob qo'llansa, to'lov ko'proq chiqishi mumkin. Aksincha uyda 5 kishi yashaydi, lekin ro'yxatda 2 kishi bo'lsa, keyin tekshiruvda qayta hisoblash va talablar paydo bo'lishi mumkin. Demak, kommunal masalada faqat men shunday ishlatim deyish yetarli emas, rasmiy ma'lumotlar ham mos bo'lishi kerak. 5-nozik jihat. Gaz uskunalarining holati. Eski gaz plitasi, noto'g'ri sozlangan ko'tyol, eskirgan gorelka yoki issiqlik yo'qotayotgan quvur gaz sarfini oshiradi. Odamlar ko'pincha tarifdan shikoyat qiladi, lekin uy ichidagi texnik holatni ko'rmaydi. Masalan, ko'tyol doim maksimal rejimda ishlasa, termostat bo'lmasa, xona isigandan keyin avtomatik pasaymasa, gaz bekorga ketadi. Deraza tirqishlaridan sovuq kirsa, siz gaz bilan havoni isitayotgan bo'lasiz. Bir tomondan tarif oshadi. Ikkinchi tomondan texnik yo'qotishlar ham bor. Natijada hisob 2 barobar og'ir ko'rinadi. 6-masala. Pensionerlar nomiga rasmiylashtirilgan xonadonlar. Ko'p oilalarda uy egasi pensioner, lekin uyda farzandlar, kelin, nevaralar ham yashaydi. Pensiya oshgani haqida gap ketganda hamma
bu uy pensioner uyi deb o'ylaydi. Lekin kommunal sarf butun xonadon bo'yicha hisoblanadi. Agar uyda ko'p kishi yashasa, gaz ham ko'proq ishlatiladi. Shuning uchun pensionerning o'zi kam daromadli bo'lsa-da, uyda ishlaydigan farzandlar bo'lsa, kommunal xarajatni adolatli taqsimlash kerak. Aks holda butun gaz to'lovi pensionerning pensiyasiga tushib qoladi. Bu esa noto'g'ri va og'ir holat. 7-masala, limitdan oshsam nima bo'ladi degan savol. Agar tizimda ijtimoiy norma yoki bosqichli tarif bo'lsa, limitdan oshgan gaz uchun yuqoriroq narx qo'llanishi mumkin. Bu jarima emas, balki tarifning boshqa pog'onasi. Lekin odam psixologik jihatdan buni jarimadek qabul qiladi. Chunki to'lov birdan ko'payadi. Shuning uchun oy davomida sarfini kuzatish kerak. Ayniqsa oyning 20 sanasidan keyin hisoblagichni ko'rib, taxminiy sarfni bilib olish foydali. Agar limitga yaqinlashgan bo'lsangiz, isitishni biroz tartibga solish, ortiqcha xonalarni isitmaslik, deraza va eshiklarni ziklash kabi choralar ko'rish mumkin. Endi men aniq amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichini yozib boring. Har oyning birinchi kuni yoki siz uchun qulay doimiy sanada hisoblagichni rasmga oling. Rasmda sana ko'rinmasa ham, telefonning o'zida rasm sanasi saqlanadi. Yana alohida daftarga yozib qo'ying. Sana ko'rsatkich oldingi oy bilan farq. Masalan, 1 noyabr kuni 1200 kub metr, dekabr kuni 1220 kub metr bo'lsa, oy davomida 320 kub metr gaz ishlatilgan bo'ladi. Shunda sizga kelgan hisob bilan o'z hisobingizni solishtira olasiz. Ikkinchi qadam. Kvitansiyani satr-satr tekshiring. Faqat umumiy summaga qaramang. Unda jo'rchi oy sarfi, oldingi qarzdorlik ortiqcha to'lov, qayta hisoblash, penya yoki boshqa satrlar bo'lishi mumkin. Agar tushunarsiz summa chiqsa, darhol tarif oshibdi deb xulosa qilmang. Avval nimadan iboratligini aniqlang. Uchinchi qadam, gaz ta'minoti tashkilotining shaxsiy kabineti, mobil ilovasi yoki rasmiy to'lov tizimlaridagi ma'lumotlarni tekshiring. Hisob raqamingizni kiriting, qarzdorlik tarixini ko'ring. Agar ma'lumotlar mos kelmasa, skrinshot qiling. Bugun og'zaki murojaatdan ko'ra yozma va raqamli dalil kuchliroq. 4-qadam, hisoblagich nosozligiga shubha qilsangiz. O'zboshimchalik bilan yechmang, ochmang, murga tegmang. Bu juda muhim. Hisoblagich muhrini buzish keyin katta muammo tug'diradi. Rasmiy ariza bilan murojaat qiling. Arizada xonadonimdagi gaz hisoblagich ko'rsatkichi bo'yicha shubha bor. Texnik tekshiruv o'tkazib, dalolatnoma tuzib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizani 2 nusxada topshiring. Bittasi tashkilotda qoladi. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. 5-qadam. Pensionerlar uchun alohida maslahat. Pensiya oshganidan keyin byudjetni qayta hisoblang. Oy boshida daromad va xarajatlar ro'yxatini yozing. Oziq-ovqat, dori-darmon, gaz, elektr suv, telefon, transport. Gaz uchun qishda alohida zaxira qoldiring. Masalan, yozda gazga 30 ming so'm to'lasangiz, qishda bu 200 ming so'mga chiqishi mumkin. Shuning uchun yozgi raqam bilan qishki raqamni bir xil deb o'ylamang. 6-qadam. Agar siz ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki subsidiya olish huquqiga ega bo'lsangiz, mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya miqdorini tasdiqlovchi ma'lumot, oila tarkibi haqida ma'lumot, kommunal to'lov kvitansiyalari, daromadlar haqida ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari. Har bir hududda tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun aniq ro'yxatni joyida tekshiring. 7-qadam. Uyda gaz sarfini kamaytirish bo'yicha oddiy choralarni ko'ring. Deraza reznalarini almashtirish, eshik tirqishlarini yopish, ishlatilmaydigan xonalarni doimiy isitmaslik, kod yo'lli mavsum oldidan sozlatish, radiatorlarni havo tiqinlaridan tozalash, termostat o'rnatish kabi ishlar katta natija beradi. Bu maslahat oddiy ko'rinadi, lekin amalda 10%, 20%, ba'zan undan ham ko'p gaz tejashi mumkin. Agar oyga 500 kub metr gaz ishlatsangiz, 20% tejam 100 kub metr degani. Yangi tarif sharoitida bu sezilarli pul. 8-qadam. Nizo bo'lsa yozma murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Hisob raqami, manzil, telefon raqami, muammo mazmuni, qaysi davr bo'yicha e'tiroz borligi. Sizning hisoblagich ko'rsatkichingiz ilova qilinayotgan hujjatlar. Masalan, 2025 yil yanvar oyi uchun chiqarilgan gaz to'lovi mening hisoblagich ko'rsatkichimga mos kelmaydi. 1 yanvar kuni ko'rsatkich 150420. Il fevral kuni 1510 bo'lgan. Farq 90 kub metr. Hisobda esa 200 kub metr ko'rsatilgan. Qayta tekshirib yozma javob berishingizni so'rayman.
mana shunday aniq murojaat masalani tezroq hal qiladi. 9-qadam. To'lovni kechiktirmaslikka harakat qiling. Agar to'liq to'lash imkoniyati bo'lmasa, hech bo'lmaganda qisman to'lab boring va qarzdorlikni nazorat qiling. Chunki qarz yig'ilib qolsa, keyin bir oyda to'lash qiyinlashadi. Ayniqsa pensionerlar uchun katta qarz ruhiy bosim ham beradi. Farzandlar yoki yaqinlar bilan oldindan kelishib, qishki kommunal xarajatlarni oilaviy reja asosida taqsimlash to'g'ri bo'ladi. 10-qadam. Ma'lumotni faqat mish-mishlardan olmang. Falonchi aytdi, hammaning gazi 2 barobar bo'libdi. Pensiya oshgani bilan hammasini olib qo'yishar ekan. Limitdan oshsa gazni uzib qo'yishar ekan. Kabi gaplar odamni vahimaga soladi. Rasmiy tarif, rasmiy kvitansiya, shaxsiy hisob, yozma javob va amaldagi qaror asosida xulosa qiling. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Kommunal masalada his tuyg'u emas, raqam hujjat gapiradi. Bugungi mavzuning eng muhim jihati shuki, pensiya oshishi alohida masala, gaz tariflari o'zgarishi alohida masala, lekin oddiy odamning cho'ntagida bu ikki narsa bir joyda uchrashadi. Agar daromad biroz oshib, kommunal xarajat ham oshsa, real farqni faqat hisob-kitob orqali bilish mumkin. Shuning uchun har bir xonadon gaz sarfini yozib borishi, kvitansiyani tekshirishi, hisoblagich holatini nazorat qilishi va kerak bo'lsa, rasmiy murojaat qilish kerak. Men sizlarga maslahat beraman. Bugunoq hisoblagich ko'rsatkichini rasmiga oling. Oxirgi kvitansiyani tekshiring. Qishda taxminan qancha gaz ishlatishingizni hisoblab ko'ring. Pensiya ota-onangiz bo'lsa, ularning kommunal to'lovlarini ham nazorat qiling. Chunki ular ko'pincha tushunmagan joyini so'rashga uyaladi yoki qarzdorlikni kechib bilib qoladi. Sizning hududingizda gaz to'lovi qanday chiqyapti? Pensiya oshgani real hayotda sezildimi? Yoki kommunal xarajatlar ham ko'payib ketdimi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.